Assalomu alaykum qadrlik anglag'uvchilar. Misrlik yozuvchi Muhammad Ahmad Jadul Mavlaning Qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz. İsa alayhissalom. İsa alayhissalomning balalik davri. Bir kuni Baytul Muqaddasda istiqomat qilib turayotgan Maryam Allohga ibodat qilyotdi. Birdili qattiq cho'chib, azaldan bo'lib boqmagan bir xil vahimaga tushib qoldi. Şu esnada onun oldida ushtumtut bir farishta paydo bo'ldi. Farishta uni ansizlik sanmaslik uchun odatdagi odamlardek qiyofatga kelgan bo'lsa-mu, lekin Maryam qattiq qo'rqib ketdi. Chunki u o'zining pok g'uborsiz qizligiga ziyon yetkazamikin deb o'ylagan edi. Farishta uning vahimasini tugitib, uni xotirjam qildi. Jibril aytdi: "Men sana bir pok o'g'il berish bilan avatilgan Rabbingning elchisiman." Sura Maryam 19-oyat. Maryamning qalbi g'am qayg'u bilan qoplandi. U danq etib nima qilarini bilmay qoldi. Lekin qo'rqinishdan uning tili tutilib qolmadi. U g'ayratga kelib, "Menga kishi yaqinlashmagan tursa, men fohish qilinmagan tursam, qandoqmi mening o'g'il bolam bo'lsin?" dedi. Sura Maryam 20-oyat. Jibril aytdi: "Amaliyat sen degandekdir. Lekin Rabbing aytdi, o menga osondir. Onu kishilarga qudratimizni ko'rsatadigan dalil va biz tarafdan bo'lgan marhamat qildik. Bu taqdir qilinib bo'lgan ishdir", dedi-de so'zini tugitib g'oyib bo'ldi. Maryam beoram bo'lib boya anglagan gaplarni eslab, ixtiyorsiz titrab ketdi. Shubhisizki, kishilar eri yo'q bir qiz homildor bo'lib qopti degan gaplarni cho'qim paydo qiladi. U bularni o'ylab texmi beoram bo'ldi. Kishilarning cho'qim gumon qiladiganligini va ishonmaydiganligini u cho'nqur tushunadi. Shunga u texmi yolg'izlik, miskinlik his qildi. Vahima va g'am qayg'u uni texmi chulg'ib oldi. U yemak-ichmakni o'ylamaydi. Vaqtni yolg'iz o'ltirib xiyol bilan o'tkazadi. Hech qanday odamning nasihatiga quloq solmaydi. Ko'ngli parishonlikda qolgan bu g'ayribona qiz o'z yurti Nasiraga bordi. Oddiy bir sahro uyida yetib qopib, kulki, parang va xushallikdan neri turdi. Balkim u bu uyni bu olamdan butunlay aloqasi uzilib jannat deb qaragan bo'lsa kerak. U kishilarning bilib qilib fitna ig'vo tarqitishidan ehtiyot qilib, o'zini ish emgak bilan charchab ketgan qilib ko'rsatdi. Kishilar bilan yaqinlashmay, o'zini ularning diqqat nazaridan qochirib, ichki sirni mahkam saqlaydi. Lekin vaqtning o'tishi bilan onun ro'yi oliti bo'lgan siri nacharlashdi. Chunki u hadab yo'shirayotgan sir oxiri oshkorlanish oldida turadi. U yepib kelayotgan narsa hamon boshqalar tarafidan sezilib qolishi mumkin edi. Yo Alloh, uni taqdir qayalarga ib bora. Qorong'u kecha uningga nimadan derak bera? U pok oiladan kelib chiqqan, dadisi gunoh qilmagan, onasimi bang'voshlik qilmagan edi. Shundoq turug'liq, kishilar uni iffatsiz deb gumonlanami? Kishilarning ayiblashi, masxara oldida u qanday qilish kerak? U qattiq qo'rqdi. Balkim kishilar uni jinining barcha qo'g'dashga tegishli bo'lgan eng qimmatli narsani yo'qotib qo'ydi, deyishi mumkin. Ular uni oilasining izzat hurmatini buzdi, shon sharafini bulg'idi deb ig'vo terishi ham mumkin. Bu ig'ir ish edi. Garchi u g'uborsiz, beguna, qalbi pok va hech qanday savallik o'tkazmagan bo'lsa-mu, lekin bularning hammasi balkim yuz berib bo'lgan bo'lishi yoki yuz berishi mumkin edi. U ko'ngli parishon bo'lsa-mu, Allohning o'rinlashtirishiga bo'ysunadi, taqdiriga tan beradi. Shubhisizki, uning Allohga bo'lgan hurmati va kun bo'yi qilgan ibodati uning ro'yi azobini yengiltishi cho'qim. Darvaqa uning ro'yi holati yaxshilanishga, ko'nglimi bara-bara ozod bo'lib, shodlanishga boshladi. Chunki farishta uningdan tug'iladigan bolaning zakidagi chig'idili gap qila oladiganligini aytgan edi. Bu ahvol kishilarning shak-shubhalarini tugitib, bu qizning pok ekanligini isbotlab beranmasmi? U to'lg'oq yeyishga boshladi. Tug'ish vaqti bo'lib qoldi. U mahalladan ayrilib, qurib qolgan bir tip xurma darxi tuyiga keldi. U to'lg'oq azobiga chidayolmay xurma darxiga yo'landi. U yakka yegani edi. Onu azobdan qutuldiradigan,
Tug'utga yordamlashadigan odami yo'q edi. Bu pak qiz tug'ut azobiga bardoshlik beryotdi. Mana, bepoyon ko'k osmon ostida u bir o'g'il tug'di. Yolg'izlik uni bearam qiladi. Toza pishmay bo'lgan bu meva uning qalbiga ta'sir qilmoqda edi. Әмділі dunyoga kelgan bolani ko'rgan ona qayg'u hasrat chekadi. G'am andish qiladi. Kashki men buningdan ilgari o'lib ketgan bo'lsam-chi, kishilar tarafidan unutilib ketgan arzimas narsaga aylanib ketsam-chi deb o'ylaydi. Sura Maryam 23-oyat. Bola tug'ildi. U qanday qilishni bilmaydi. Gangraydi, umidsizlik ichida mayuslanadi. Tit bo'ladi, g'amnak bo'ladi. Dal shu chaqda ushtumtut bir ovoz uning quliqi tuvida jaranglab, uning ko'nglidagi vahimani tarqitibdi. Uning oyoq tarafidan shunda xitob keldi. G'am qilmag'in, Rabbon sening ostingdan eqib turadigan bir eqinni paydo qildi. Xorma darxini o'z tarafingga irg'itqin, oldinga pishgan yangi xormalar to'kiladi. Sura Maryam 24-25-oyat. Uningdan ozroq yesanglar, mag'durga kelasan. Huzurlansan, sen Allohning qurib ketgan daraxtni ko'karkanligini, qog'jirab yotgan yerda suyi eqib turadigan eriq paydo qilganligini ko'rding. Ro'shanki, bu mo'jiza uning pok g'uborsiz ekanligini kuchli isbotlaydi. Shundaqla kishilarning masxara va ayblashlariga javob edi. Shundaqdimi odamlar g'ulg'uli qilib ig'vo terishi turganli gap edi. Shunga uning ko'nglidagi g'ashlik yanada ko'tarilib ketmadi. Alloh taolo balaga go'yo onasining ko'nglidagi beoromlikning sabablarini tushundirgandek va uningga onasining ko'ngil siridan bishorat bergandek turadi. Faqat u so'zlasila onasining pok g'uborsiz ekanligini isbotlag'ili bo'ladi. Shunga Maryamga bir odamni ko'rsang, u bola to'g'riliq so'rasa, men haqiqatan marhamatli Allohga va'da berdim, bugun hech odamga so'z qilmayman degan. Sura Maryam 26-oyat. Maryam ko'ngli oromligiga tushib ruhlandi-da, bolasini elib mahalliga qaytib keldi. Bu xabar tez tarqaldi. Kishilarning g'ulg'ulisimi ulg'aydi. Ba'zi uni ayiblaydi, ba'zi haqoratlaydi, ba'zi uning oilasining izzat-hurmati va shon-shuhratini tilga oladi. Ayollar uningga: "Ey Maryam, sen haqiqatan g'alit ish qilding. Ey Harunning hamshirasi, sening otang yomon odam emas edi. Onangmi yo'ldan chiqqan xotin emas edi" deyishdi. Sura Maryam 27-28-oyat. Maryam lamjim demedi. Ular bilan munozirlashmadi. Faqat men Allohni deb ro'za tutdim. Har qanday savolga javob bermayman. Agar sizlar haqiqiy ahvolni bilmoqchi bo'lsanglar, uning o'zidan so'ranglar deb bolasini ko'rsatdi. Xalqlar hayron bo'lib masxir qilishgan holda: "Beshikdagi bovoq bilan qanday gaplashimiz?" dedi. Sura Maryam 29-oyat. Lekin Alloh taolo bovoqni so'ziltalaydi. Texi to'liq kamolatga yetmagan tilidanmi ovoz chiqara oladi. Amchaknimi topolmaydigan va emishnimi bilmaydigan eg'izni bemalol harakatlantira oladi. Maryamning bolasi aniq so'zladi. Biroq u onasi to'g'risidagi ayblashlar ustida to'xtalmadi. Onasining pokligiga qilingan haqoratlarga raddiya bermadi. U faqat mundoq dedi: "Men haqiqatan Allohning bandasiman. Menga kitobni berdi va meni payg'ambar qildi. Qayerda bo'lay meni barakatli qildi, hayotli bo'ladi ekanman, menga namozni, zakotni ado qilishni tavsiya qildi. Meni onamga kuyimchan qildi. Meni badbaxt, mutakabbir qilmadi. Men tug'ilgan kunimda, vafot bo'lgan kunimda, tirilib qabrimdan turg'izilgan kunimda omonlikqa erishiman." Sura Maryam 30-33-oyat. Fitna ig'volar uchun buningdan boshqa yana qanday isbot kerak? İsa alayhissalom tegi onasining quchog'idagi chaqdala Alloh taolo uning kelgusiga hukm qilish uchun uningga ilm aql o'rgatgan. Bu mo'jizalar Maryamning pok g'uborsiz ekanligini uqtirib beradi. İsa alayhissalomning bir necha eg'iz so'zi xaloyiqni fitna ig'vo va tuhmatlarni darhol to'xtatishga majbur qildi. Uning gap qilgan ovozidan kishilar dong etib qolishdi. Bu mo'jiza hammani hang-tong qoldirdi. Amchakdagi bir buvoqning so'zlayotganligi to'g'risidagi xabar hashpashdegicha butun mahallani bir oldi.
Buningdan hamma xabar tepib, uni odatdagi paranglarga aylantirib oldi. Ular amdili tug'ilgan bu bolaga qoyil bo'ldi, uning onasining nopok emasligiga ishondi. Uning odatdagi bola emasligini, cho'ng bo'lganda uning qo'lidan neni ishlar keladiganligini tushundi. Bu mo'jizaga hamma odam ishonadi deb qarg'ilib bo'lmaydi. Chunki har qanday ishda kishilarning tamoman birdek qarashga kelishi mumkin emas edi. Ba'zilar buni afsona deb qaraydi. Yana ba'zilar bu balki Maryamning atrofidagi kishilar uning pokligini isbotlash, uning badqiligini yepish va kishilarning og'zini tuvoqlash uchun to'qib chiqqan hikoya bo'lsa kerak deb qarashadi. Bundaq gumoniy qarashdikilar osonlik edi albatta. Ular nodon bo'lg'achqa pokitga ishonmaydi. Haqiqiy dalil isbotlarmi ularning kallasidagi bema'nilik xotim berolmaydi. Ular osmon zaminning egasi, Allohning bir amr qilishi bilan odam yarata oladiganligiga ishonmaydi. Allohning yer jahonni o'zgartira oladiganligiga ishonmaydi. Bu odamlarning fazilati nachar bo'lg'achqa Maryam ularning so'zlarini e'tiborga olmaydi. Ularning gap so'z va ko'z qarashlariga radiya berishga arzimaydi. Ularda ma'lum o'chmanlik va bir taraflimlik qarash bo'lishi mumkin edi. Shunga ularning qalbi yo'ruq, ko'zi ro'shan bo'lmadi. Maryam asabiylashgan bu odamlarni zodila ko'zga ilmadi. O mahallada o'zini keng kushada tutib yuriyverdi. Bolasini obdan boqdi va tarbiyaladi. Chunki Allohning bu bolaga g'amxo'rlik qilib va uni asrab, uni elchilik vazifasini ado qilish imkoniyatiga ega qilganligi Maryamga ayon edi. İsa alayhissalomning bishorati. İsa alayhissalom boshqa bolalarga o'xshash o'sib, bora-bora yigit bo'lib yetildi. Uning fazilati aql parosati tang tushlardan farqlanib turadi. Uning ishlog'i oldin bishorat berishidagi tabiiy istidodi bora-bora namoyon bo'lishga boshladi. U o'z dematlik bolalar bilan birga o'ynaganida ularning nima yeganligini va ularning oilasida nimalar borligini qiyos qila oladi. U mahalladagi maktabga berib o'qigandimi boshqalardan alohida farq qiladi. U ustozning har bir eg'iz so'ziga ijtihod bilan quloq soladi. Nimani so'zlayotganligi, nima masalalarni o'ttirg'i qo'yganligini bilalaydi. İsa alayhissalom onasi bilan Baytul Muqaddasga qaytib kelganda, amdili 12 yoshga kirgan edi. Uningga har xil odamlar notunish va qiziqarli tuyulmaydi. Kishini maftun qiladigan ko'rinishlarmi uning hech qanday diqqat e'tiborini qo'zg'ay olmaydi. Qoida bo'yicha aytganda, shu dematlik bolalarning toza berilib o'ynaydigan vaqti edi. Ammo u unda qilmay, adab ilm hikmat bo'liqining suyini ichmoqda edi. U o'qishni uzib qo'ymadi. Kishilar olim deb qargan odamlarning ajoyib va ta'sirli nutqlarini astoydil quloq solib anglaydi. İsa alayhissalom boshqalarga o'xshashla hamisha koinlarning vaz-nasihatlarini anglaydi. Ularning fikriga va salgan pallarga zan qo'yib quloq soladi. U bir muncha kishilarning koinlarning so'zlariga ishonganligini sezdi. Koinlar so'z boshlaganda ular midir-sidir qilmay, hatto tiniqini chiqarmaydigidek anglaydi. Bundaq chaqda İsa alayhissalom pat-pat o'rnidan turib koinga savol qo'yadi. U o'tkir haqiqat shamshir bilan koinlarga jang e'lon qiladi. Lekin ba'zilar bundaq botirona harakatni ayblaydi. İsa alayhissalom koinlarning hujumiga parvo qilmaydi. Ularga orqama-orqa savollarni qo'yib turadi. Ular bilan munoziralashib etib, hatto tomoq yevilishni, suv ichivilishni unutib qoladi. Bir kuni onasi uning qaytib kelishini ko'p kutgan bo'lsa-mu, lekin uning qarisimi ko'rinmaydi. Maryam o berish ehtimoli bo'lganligi joyning hammiyaga berib izlagan bo'lsa-mu, uni topolmadi. Uni qo'lim qo'shinlar bilan qaytib ketganda yoki mahalladagi biri elib ketganda deb o'yladi-da, mahallaga qaytib kelib surishtirdi. Lekin yanala uning xabarini ololmay, Baytul Muqaddasga qaytib kelib, bu zodi nima ishdi deb qayta o'ylandi. Hamma ehtimolni ko'z oldiga keltirdi. Keyin u İsa alayhissalomning olimlar bilan keskin munozir qilayotganligini bildi va uningdan noit cho'chidi. Beorom bo'ldi. Maryam İsa alayhissalomga uyga tez qaytishni aytdi. Uningga nima uchun uzungacha uyga qaytib kelmaysan? Seni izlab bormagan yerim qolmadi. Charchab ketdim deb qo'ydi. İsa alayhissalom o'zining munozirga kirishib ketganligidan onasining yeniga borolmaganligini aytdi.
Keyin İsa alayhissalom o'zining kindik qani to'kilgan Nasiraga onasi bilan birga qaytib ketdi. İsa alayhissalom 30 yoshda Allohning elchiligini ustiga elib, Allohning bishorati va hukmini tarqatishga boshladi. U Allohning ta'limiga intayin sodiq edi. Uzun o'tmay, u Allohning huzuridan Injil nomli kitobga erishdi-da, kishilar orasida Allohning ta'limini targ'ib qilib, kishilarni o'ziga ergishishga chaqirdi. U Yahudilarga qarshi turadi. Ularning bema'ni safsatalarni rad qiladi. Chunki ular hidoyatdan ayrilib, Tavratdagi qonunlarni burmilab, jon-jakli bilan pul tepishga berilib ketgan edi. Kambag'allar osh-yalang'och qilib, qiyralar qaqshayotgan bo'lsa-mu, lekin ular kishilarni ibodatxonalarga berib nazr chiroq o'tkazishga da'vat qilib, o'zlarining cho'ntikini pulga to'shqizadi. Bir qism Yahudilar odam o'lgandan keyin qayta tirilganligiga ishonmaydi. Biroq qiyomat bo'lganligiga ishonadi. Qiyomat kuni hisob elinadi va qattiq jazo beriladi degan gaplar bilan kishilarni aldaydi. Yana bir qism kishilar turmushda tushkunlashib, axloqi buzilib, shahvoniylikqa berilib ketgan edi. Ular askilikni qilsa-mu, kishilarga uqtirmaslikni ko'zlaydi. Buning maqsadi kishilarning pul-milini talon-taroj qilish, kishilarni o'zlarining iblis changaliga kirgizib olish edi. Bu İsa alayhissalomdan iborat mangu o'chmas yulduz paydo bo'lgan chog'dagi ahvol edi. Alloh taolo İsa alayhissalomni bu dunyoga kishilarning zulmatdan qutulib, yorug'liqqa erishishga yordam berish, ularni hidoyatga boshlash va ularga yorug'liq eshigini ochib berish uchun avatgan edi. İsa alayhissalom ularni cho'nqur patqoq ozgilidan qutuldirishni sinab ko'rmoqchi bo'ldi. Dini mo'tavarlar kuchlik do'lqiniga urilib, o'zlarining bara-bara xavf-xatarga yaqinlab kelayotganligini sezmoqda edi. Bu do'lqin İsa alayhissalomning ularning nafsoniyatchiligi va shahvoniylikqa qaratgan ayblashlari, ularning oshko'zligi va badniyatligi berayotgan zarbasi edi. İsa alayhissalom kishilarga ularning nomussiz harakatini fosh qiladi. Lekin ularmi eg'iz burun yalishib, hammali yerda İsa alayhissalomga dushmanlik qilishadi. İsa alayhissalom ularga parvo qilmadi. Ularning qiliqlarimi İsa alayhissalomni to'sib qolmadi. U haqiqatni ching turib, kishilarga samimiy tarbiya beradi. Yurt-yurt orlab yurib, ularning yolg'on yovdoq so'z va ig'volarini fosh qiladi. Bema'ni safsatalarga radiya beradi. Ular İsa alayhissalomdan Allohning elchilik vazifasini ijro qilish jihatda dalil isbot ko'rsatish orqali o'z bishoratlarining chinligini tushuntirib berishni talab qilgan chog'da Alloh taolo uningga mo'jiz bilan madad berib, nihoyat ro'shan alomat orqali uning elchiligini isbotladi. İsa alayhissalom loydan bir qushqoch yasadi va uningga suf deb dam silvidi. Allohning irodasi bilan loy qushqoch rost qushqochga aylandi. İsa alayhissalom Allohning irodasi bo'yicha amoning ko'zini ochdi, o'likni tirildirdi. Agar Allohning madadi, yordami bo'lmaganida u mo'jizlarni hargizmi qilolmagan bo'ladi. Shundaqdimi diniy mo'tavarlar yanada o'ktamlik va askilik qiladi. İsa alayhissalom ularga mo'jiza orqali dalil isbot ko'rsatgan bo'lsa-mu, ular yanada bu mo'jizalarni sehrgarlik, jodigarlik deyishadi. İsa alayhissalomning chaqiriqlari texi bu olamdagi soxtaliklarning qaymoqtirishiga uchramagan kishilar orasida o'rtaq hesdoshlikni qo'zg'adi. Oshko'zlikdan xoli kishilar orasida munosib ovozga erishdi. İsa alayhissalom samimiy e'tiqodini chiqish qilib, ashu diniy mo'tavarlarga kuchli hujum qo'zg'ab, ularning uvisi va qo'rg'inni cho'qim yimirib tashlashni niyat qildi. İsa alayhissalom Baytul Muqaddasga kelib, ular jam bo'ladigan bayram kunida taraf-tarafdan kelgan kishilarga o'zining tashabbusini tashviq qilmoqchi bo'ldi. Shu kuni kishilar uni mahkam o'rib olishdi. Uning so'zi bilan ularning dillari yo'rib ketdi. Vaqtning o'tishi bilan İsa alayhissalomni qo'llovchilar bara-bara kuchaydi, hammali yerda uningga agash kuchilar tepiladi. Kohinlar darg'azab bo'lib, İsa alayhissalomga ziyonkashlik qilishga uringan bo'lsa-mu, lekin uning bir tal mo'yig'imi ziyon yetkazolmadi. Chunki Alloh taolo uni o'z panohida saqlab kelyotadi. Yahudilar İsa'ni o'ltirmoqchi bo'lib, hiyla-mikr ishlatdi. Alloh taolo ularga qarshi İsa'ni qutqizish uchun tadbir qo'llandi. Alloh taolo hiyla-mikrlarga qarshi eng yaxshi tadbir qo'llang'uvchidir. Sura Al-Imron 54-oyat. Jannat taomi.
İsa alayhissalom shahar yezilarni aylanib chiqdi. U Allohning birlik borligini tashviq qilib, o'zining elchilik burchini kishilarga izhor qiladi. U zulmatli qal'alarni yemirib, mushriklarning belgi alomatlarini yiltizdan qo'mirib tashlamoqchi edi. Uning yorellari uni qo'llaydi. Xushalliqdimi, g'am qayg'udimi, jafodimi va halovatdimi uning bilan birga bo'ladi. Ular Isa alayhissalomni yaloqchilarning ziyonkashligidan qo'g'daydi. Isa alayhissalom urug' tuqqan do'st yorellari nihoyat oz oildan kelib chiqqachqa, uning o'z qavmidagilar bilan bo'lgan tuqqanchilik munosabati allaqachon uzilgan edi. Chunki bunday munosabat dushmanga zarba berish va mushriklarga qarshi turishga ta'sir yetkazadi. Xuddi Shuayb qavmidagilar o'zlarining payg'ambariga: "Ey Shuayb, biz sening aytganlaringning nurg'unini tushunmaymiz. Biz albatta seni oramizda kuchsiz odam deb qaraymiz. Sening qavmi qarindoshlaring bo'lmaganda edi, biz seni cho'qim tashkesak qilib o'ltiratdik. Sen bizga e'tiborliq emassan" dedi. Sura Hud 91-oyat. Ular bir kentda bir necha kun turgandan keyin yana bir kentga berib ma'lum vaqt turishadi. Ular yurtmi-yurt, kentmi-kent aylanib yurib, oxir poyansiz bir qumliqqa kelib qoldi. Bu yer hech nima unmaydigan qoqos cho'llik edi. Ular chanqidi, qo'rsoqlari ochdi, charchab darmoni qolmadi. Biroq bu yerda yo suv, yo yeydigan narsa topilmaydi. Ular tabiat dunyosidagi bu qiyin holatdan qutulib chiqish uchun bir yerga kelib o'ltirib maslahatlashib, qiyinchilik ustidan g'alaba qilishning va masalani hal qilishning chorasini tepishga tamshaldi. Bu chaqda Isa alayhissalom ularni rag'batlantirdi. Ularda umid turg'izdi. Ularning irodasini chingitdi, azob kulfatlarini yeneklatdi. Ularning bilmagan masalalarini sharhlab berdi. Ular tushunmagan ishlarni tushundirdi. Isa alayhissalomning bu yorellari uning elchilik vazifasini e'tirof qilib, buning uchun kurash qilishni xohlasimi, uning bishoratiga ishonib, uning atrofiga uyushsimi, lekin ularning e'tiqodini yanama kuchaytib, mustahkamlashga to'g'ri keladi. Mushunda qilish hozir texmi zarur bo'lib qolgan edi. Ular Isa alayhissalomga o'zlarining o'y fikrlarini bildirib: "Ey Maryam o'g'li Isa, Rabbim bizga osmondan tomoqqa bir dasturxon tushirib beralamdi" degan edi. Sura Maida 112-oyat. Ularning bundoq deyishi Allohning shunday qilishga qodir ekanligiga shak keltirganligidan yoki Isa alayhissalomning bishoratiga ishonmaganligidan emas edi. Chunki ular allaqachon Allohga va uning elchisiga e'tiqod bog'lagan, ular Allohga shak keltiruvchilarga mansub emas edi. Shunga ular Isa alayhissalomga: "Bizga ishongan, biz musulmonlarmiz. Biz hammani sana beg'ishlagan" deyishdi. Ularning ko'nglida hech qanday gumon yo'q edi. Ularning undoq deyishi İbrahim alayhissalomning ayni chaqda Allohga iltijo qilganiga o'xshaydi. O'z vaqtida İbrahim: "Ey Rabbim, o'liklarni qandoq tirildirganligini menga bir ko'rsatsang" dedi. Alloh: "O'liklarni tirildira oladiganligimga ishonmadingmi?" dedi. İbrahim: "Ishondim, lekin ko'nglim texmi taskin topsin deyman" dedi. Sura Baqara 260-oyat. İsa alayhissalom hangtang bo'ldi. U bundaq talabning oqibatidan ansiraydi. U mundaq dedi: "Sizlar sadoqatman musulmon bo'lgan ekansizlar, u holda ehtiyot qilishinglar kerak. Mo'jizaga doir undaq talablarni qo'ymanglar. Bo'lmasa balo qazoga uchraysizlar. Yomon ishni boshlovchilardan bo'lib qolasizlar. Ajabo sizlar texichi ko'ngil to'xtatamidinglarmi? Dilinglardan gumonni tugatamidinglarmi? Sizlar Allohning men orqali ko'rsatgan barliq mo'jizalarini, mening a'moning ko'zni ochganligim, o'likni tirildirganligimni o'z ko'zinglar bilan ko'rib turib, yana nima uchun mushundaq gunohni o'tkazsizlar? Nimishqa yana mushundaq talablarni qo'ysizlar? Sizlar hammani o'z ko'zinglar bilan ko'rib turibmi, yana to'liq ishonmay gumonlayveramsizlar? Sizlar haqiqiy sadoqatman bo'ladigan bo'lsanglar, endi kajlik qilmay, gumonxo'rliqinglarni tezdan tugatsanglar bo'ladi. Ular İsa alayhissalomga o'zini besilish haqida nasihat qildi. Ondan uningga ahvolning aynini tushuntirdi. Bizning e'tiqodimiz qat'iy tavranmasdir. Biz sodiq musulmon. Biz senda ko'rilgan barliq mo'jizalarga ishonamiz. Sening bishorating va chaqirg'inga ovoz qo'shimiz. Sening elchilik burchingdan gumonlanmaymiz. Biz rosa to'yg'idek bir vaqt tomoq yeb, cho'ng nab olarmizmikin deb
sening mo'jiza ko'rsatishingni talab qilgan edik. Acaba sen bizning ozuqlarimiz tugab, qo'rsaqlarimiz ichib ko'krab ketayotganligini ko'rmadingmi deyishdi. Orqadan ular yana mundaq dedi. Biz Allohning qudratini isbotlaydigan bir muncha misollarni ko'rdik. Shunga biz uningga e'tiqod qildik. Uning seni elchilikka avatganligiga ishondik. Lekin sen yana bir qatim mo'jiza ko'rsatalisang, bizni texmi qoyil qilgan, ishonchimizni texmi chingitgan bo'lmamding. Sana ma'lum, biz sening mo'jizangning kishilarning ko'ngil parishonligini tugitib, gumonni chiqarib tashlaydiganligiga qat'iy ishonamiz. Buningdan ilgari sening oldin bergan bishoratlaring bu nuqtani isbotlagan. Shu vajidan biz sening chaqiriqlaringga ishongan, biz hargiz gumonlanmaymiz va tavranmaymiz. Bizning bir qatim muqaddas taom yeyishni talab qilishimiz, dalil isbotni texmi ro'shanlashtirish, ko'nglimizni texmi tindirish, e'tiqodimizni yanama chingitish uchun edi. Bizga ma'lumki, sen Allohning huzuridan bishorat topding. O sana madad berdi. Uning sana qilgan iltifoti ko'pdir. Lekin sening ilgirki mo'jizalaringning hammasi zaminda bo'lgan edi. Ammo bu qatim biz mo'jizaning osmondan tushishini talab qilamiz. Mushundaq bo'lsa, biz ilgirkidan texmi ulug', ajoyib narsani ko'zimiz bilan ko'ra olamiz. Mushundaq qila olsang, biz kishilarni o'z amaliyatimiz bilan tarbiyalay olamiz. Ularga tashviq qilamiz. Natijada sening yoralaring texmi ko'payib, sana bay'at qiladiganlarning kundan kunga oshadi. İsa alayhissalom ularning o'z talabida ching turganligi, uning ustiga o'z ifodalarini qayta izhor qilganligini ko'rib, ularning bu masalani gumonlanganlikdan qo'ymaganligini va yomon niyatining yo'qligini bilib Allohga murojaat qildi. Ey Rabbimiz Alloh, bizga taomba bir dasturxon tushirginki, bu kun bizga va bizdan keyingilarga bayram bo'lib qolsin. O dasturxon sen bizga ato qilgan bir mo'jiza bo'lib qolsin. Bizga rizq bergin, sen rizq berguvchilarning eng yaxshidirsan degan edi. Sura Maida 114-oyat. Alloh taolo Isa alayhissalomning duosi va talabini ijobat qilib mundaq dedi. Ularning sana bo'lgan e'tiqodini kuchaytirish uchun men sizlarga jannat taomi avatdim. Lekin sizlar bilishinglar kerakki, bu mo'jiza sizlardan cho'qim tavob qilishni talab qiladi. Agar kimki xiloflik qiladi ekan, mening qattiq jazoimga uchraydi. Sura Maida 115-oyat. Alloh taolo ularga osmondan bir dasturxon, esil taom tushirib berdi. Isa alayhissalom ularning taomni ko'rgandan keyin bak berilib ketishdan ansirdi-da, Allohdan bu taomni ularga qilgan shafqat va xayrixohlik deb hisoblashni o'tinib so'radi va yana Allohdan e'tiqod qilishning to'g'ri yo'lini ularga ko'rsatib berishni tiladi. Isa alayhissalom ularga mundaq dedi. Mana bu Allohning bizga yetkazib bergan taomi. Qani bahuzur beqinglar. Allohga rahmat etishinglar kerak. Bu Allohning iltifotidir. Ular taomiga bahuzur beqib, uningdan to'liq rozi rizo bo'lishdi. Kishini hang-tang qoldiradigan bu mo'jizani toza maqtashdi. E'tiqodi texmi chingadi. Oxirgi kun. İsa alayhissalom o'z burchiga sodiq bo'lib keldi. Zodi so'z qaramadi. O Yahudilarning o'z turmushining bayashat bo'lishini ko'zlab, hadab talon-taroj qilish yo'li bilan nurg'un pulga ega bo'lib olishiga qarshi turadi. Ularning qonun dasturiga bo'lgan soxta hurmatini masxir qiladi. Ularning diniy aqidalarini yo'q chiqarib, osiylik qilganligini ayblaydi. Shuning bilan birga, u yana ularning qilgan atganlarining Allohning chaqirig'iga uyg'un emas ekanligini ko'rsatadi. Yahudilar İsa alayhissalomga shiddatli hujum qo'zg'adi. Lekin İsa alayhissalom ularning besimiga tiz bukmadi. Dalil isbotlar ularning qalbini yangdi. Mo'jizalar ularni hang-tang qoldirdi. Haqiqat nuri ularning bahona sabablarini besib tushdi. Bundaq ahvolda ular İsa alayhissalomga qarshi turishning usul va yo'lini topolmagan bo'lsa-mu, lekin ular yanada tan bermasdan ming bir hili mikr bilan uni aldaydi. Ular o'z davlatining yo'qolib, hokimiyat asosining pachoqlanib ketishidan ansiraydi. İsa alayhissalom Yahudilarning qattiq qarshiligiga uchrayotgan bo'lsa-mu, lekin uning yorallari bag'ansiri ko'paymoqda edi. Biroq bularning ko'p qismi tuvan tabiqadan kelib chiqqan, bilim savodi yo'q kishilar edi. Yahudilar İsa alayhissalomning chaqiriqlarining kuchini ojizlashtirishga va uning kishilarga bergan ta'sirini azaytishga uringan bo'lsa-mu, lekin ular maqsadiga yetolmadi. Chunki
İsa aleyhisselam go'yo aylanayotgan osmon jismlaridek va yoki oqar yulduzlardek taraf-tarafda harakati yangraydi. Uning qadami yetganli yerda Yahudilarni ayblab sadolari jaranglaydi. İsa aleyhisselam Yahudilarning xomxiyolining bichitini chiqarib, ularning aqidalariga radiya berdi. Yahudilar uningga o'sh bo'lsa-mu, lekin uni hech nima qilolmaydi. Ular uningga qarshi turish, uni ujuqtirib etish uchun odam to'plab g'avg'o paydo qildi. Uni podshohlikdan tamosi bor deb gap berdi. İsa aleyhisselamning pana bo'g'idek urug' tuqqan qavmi qarindoshlar bo'lmasa-mu, lekin u Yahudi iblislarning hujumidan qo'rqmaydi. Chunki Alloh taolo uni qo'g'dimoqda va uni qo'llamoqda edi. Alloh taolo İsa aleyhisselamni o'z panohida saqlab, sadoqatsiz ashu murtadlardan qutuldirdi hamda uningga ularning hili-mekrini o'z yo'li bilan boplab mag'lub qilishni ijozat qildi. Yahudilar o'zlarining intayin yetim qolganliklaridan vahima yeb, İsa aleyhisselamni balo qazoning manbasi deb qarashadi. İsa aleyhisselam Tavratga ishonsimi, biroq uning yoralarining majro to'g'dirib isyon ko'tarishi ehtimoliga yaqin edi. Lekin Yahudilarning o'zlari qandoq? Ular Allohga allaburun osiylik qilib, kishilarni do'zaxga ittiratdi. Ular Allohning taqdiriga ishonmay, hadisli pul, huquq va shon-shuhratga berilib ketdi. İsa aleyhisselamga qilingan hujumning unumi bo'lmadi. İsa aleyhisselamning chaqiriqlari bo'lsa qarshilik ko'rsatib bo'lolmaydigan iqimga aylandi. Yahudilar taraf-tarafga payloqchilarni qo'yib, İsa aleyhisselamga dushmanlik qilib qopqon qurdi va uningga zaharxandlik bilan hujum qildi. Ular uni Pirxun deyishdi. O shanba kuni, ya'ni bizning bayram va ibodat qiladigan kunimizda bizga o'xshash ish tutamdi va u dinimizdan bek yiroqlashib ketdi. Payg'ambarimizga ishonmadi deyishdi. Lekin bu gaplar İsa aleyhisselamning ovozini paslatmadi. Irodasini tavirtamadi. Aksicha, u texmi qat'iy, bo'shashmay tashviq qilib, elchilik burchini ado qilaverdi. Yahudilar İsa aleyhisselamning har bir eg'iz so'zini o'tkir o'qiya deb qaraydi. Ular uning fikrlashlarini aks sado paydo qiladi deb o'ylaydi. Ularning g'ulg'ulisi to'xtamadi. Ular boylikning tugab, tirikchilik yo'lining uzilib qolishidan ansiraydi. Shunga o'zlarining yana hujumga uchirmasligi va huquq manfaatining tahdidga duch kelmasligi uchun İsa aleyhisselamni o'ldirib etib, masalani uzil-kesil hal qilmoqchi bo'lishdi. Ular o'zlarining taqdirini bir taraf qiladigan payg'ambarni o'ldirishga tayyorlanganda, Allohning ta'limiga naqadar nodonlik qilgan, ham Allohning yo'lidan naqadar yiroqlashib ketgan edi, ha? İsa aleyhisselam nima gunoh qildi? U noit kelsa, ularni Allohning buyruqlariga amal qilib, gunohdan neri turishga da'vat qildi, xolos. İsa aleyhisselam nima xatolik o'tkazdi? U noit kelsa, ularga e'tiqodining haqiqiy ma'nosini o'rgatib, bularni o'z amaliyotida ijro qilishni talab qildi, xolos. Ular İsa aleyhisselamni qat'iy o'ldirish niyatiga kelgan bo'lsa-mu, uning qayerda ekanligini bilmaydi. Ba'zini uni topa olgandimi, o'zlari herib darmoni qolmag'achqa, noiloj qaytib ketishga majbur bo'lishadi. Keyin ular sherin so'zlar bilan odam aldashga boshladi. Uchirg'anlikka kishilarga yolg'on yovdoq so'zlar va fitna ig'volarni tarqatdi. Hatto payloqchilarni pul bilan setib olib, ularni İsa aleyhisselamning mengishtirishlarini ko'zitishga soldi. Ular oqsoqol, katiboshlarning ta'siridan foydalanib, o'zlarining maqsadiga yetishdan bosh tortmadi. Ular İsa podshohning taxti baxtini gumron qilmoqchi deyishdi. Ba'zi diniy zotlar Baytul Muqaddasga yig'ilib, İsa aleyhisselamning ishini maslahat qildi. Ular İsa aleyhisselamdan o'ch elib, g'azabini chiqarib olishga taqozo edi. Lekin ular xeyli bir ozog'icha maslahatlashgan bo'lsa-mu, yana hech amal qilolmadi. Ular mayus, umidsiz edi. Davlatning halok bo'lishidan, xalqining o'zlaridan bezor bo'lishidan qo'rqishadi. Dal ular g'am qayg'uga cho'mib xafaliq ichida turayotgan chog'da İsa aleyhisselamning bir muridi g'adaygan holda darvozadagi yasovulning oldiga keldida, noiti sir saqlagandek qilib, "Mening majlis ahliga deydigan bir gapim bor edi", dedi. Bu kishi kirgandan keyin majlisdagilar uni xushal kutib oldi va uningdan deydigan nima gapi borligini so'radi. U ma'lum qiladigan muhim ish borligini, bu ish ularning xotirjam bo'lishiga
vahimasi va tashvishini tugutishga munosabatli ekanligini aytdi. Bu murid ehtiyot bilan, ammo tashvishlangan holda ularga İsa alayhissalomni tepish uchun yo'l boshlab beradiganligini, ularning g'am qayg'usining yiltizini tugutib, ma'lumon ansiz turmushdan qutulishiga yordam berishni xohlaydiganligini bildirdi. Bu muridning so'zi tugishiga ular go'yo ig'ir yukdan xalos bo'lgandek xushal bo'lib ketishdi. Ular bu muridga baxt tiladi. Muridmi ko'ranglab ketdi. Ularning rahmati va hurmati muridning gulqaqalarini ichildirib, dil xastaligini ko'taribdi. Ular muridini podshohning oldiga apirib, voqeani bayon qilishdi. Podshoh İsa alayhissalomni tutishga askar yevatdi. İsa alayhissalomni gumrohlarning niyatini buzib, kuch to'plab uning piyiga tushganligidan, uning izdirikini bilish uchun yana taraf-tarafga payloqchi evatganlikdan xabar topgan edi. Shunga uyan-buyan yutkilib, goh ko'rinib, goh yo'shirinib, o'z tashabbusini tashviq qilib, elchilik burchini ado qilaverdi. Kishilarni Allohga e'tiqod qilib, yomonlikni tashlashga chaqiraverdi. Uning yoranlari uning cho'risidan neri ketmadi. Hech qaysisi uni tashlab o'tmadi. Bir kuni İsa alayhissalom o'z yoranlari bilan birga bir boqqa kirib qo'nib qolmoqchi bo'ldi. Ular o'zlarini dushmanning ko'zidan neri bo'ldik, harakatimizni hech kim sezmadi deb o'yladi. Lekin bu ularning o'z xiyoli edi. Zaminga tun pardasi amdili tortilib turishiga, ularning piyiga tushganlar bu yerga kelib, ularning panohlangan yerini ko'rib qilishdi. İsa alayhissalom va uning yoranlari qurshovda qoldi. Bu yoranlar o'zlarining asriga tushib qolganligini bilib, İsa alayhissalomni tashlab badar ketishdi. İsa alayhissalomga kelsak, Alloh taolo uni dushmanga tutib bermadi. Chunki u Allohning aqidalarini tirishib tashviq qilib kelgan edi. Shunga Alloh taolo uningga yor bo'ldi. Uni deb mo'jiza yaratdi. Uningga xayrixohlik qo'lini uzatib, uni xaloyiqlar chekchib qarab turgan bir ahvolda g'oyib qildi-da, qo'g'lab tutishga kelganlarning oldida İsa alayhissalomning suratida bir odam paydo bo'ldi. Ular bu odamni İsa alayhissalom deb qarab, etilib berib uning yoqasidan tutdi. Bu odam qo'rqindan alaqsada bo'lib titrab, tili qalvolashib, ayni ahvolni tushuntirishga amalsiz qoldi. O'zini qo'g'dashga madori yetmay, ular tarafidan tutib ketildi. Ular haqiqiy ahvolni tekshirmadi va uqishmadi. Oldirab tenab, qiziqqonlik bilan ish qildi. Qaramoqqa to'g'ridek amaliyat xato narsa bilan qanoatlandi. Heliqi odam ularga yo'l boshlab kelgan Yahuzo edi. Unda qozonga mundoq cho'mish degandek, osilik qilgan bu odamning jajisini Alloh taolo berdi. Ular Yahuzoni yallab bir maydonga elib keldi-da, cho'qon so'ran ichida uni chapras mo'miga mixladi. Ular İsa'ni o'ltirdik deb davron selishdi. Vaholanki, ular İsa'ni o'ltirganmi emas, darga osqanmi emas, lekin ularga boshqa bir İsa'ga o'xshash ko'rsatildi. Ya'ni ular İsa'ni osdiq deb, İsa alayhissalomga o'xshab qolgan boshqa birini osdi. İsa to'g'risida ixtilof qilishganlar haqiqatan uning o'ltirilganligi to'g'risida shubhidadir. Ular buni bilmaydi. Gumonga asoslanadi. Ular İsa'ni zodi o'ltiraligini yo'q. Balki Alloh taolo uni o'z huzuriga ko'tardi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qo'lg'uvchidir. Sura Nisa 157-158 oyat. Diqqat berganingizga rahmat.